Yurak-qon tomir kasalliklarida nosteroid yallig'lanishga qarshi preparatlar qanday ta'sir ko'rsatadi? Bilamizki, inson yoshi katta bo'lgan sari unda ortiqcha vazn va turli xil kasalliklar paydo bo'lishni boshlaydi. Bu esa organizmda turli xil artroz holatlariga, grizhalar paydo bo'lishiga sabab bo'ladi. Ana shu kasalliklarda tez ichiladigan dori vositalari bu nosteroid yallig'lanishga qarshi preparatlar. Bulardan diklofenak, ibuprofen va boshqa preparatlar hisoblanadi. Ular esa yurak-qon tomir kasalliklarida birinchi navbatda qon bosimi oshishiga ta'sir ko'rsatadi. Bu qanday amalga oshadi? Ular prostaglandinlar ishlab chiqarilishini to'xtatadi. Bilamizki, prostaglandinlar organizmda qon tomir devorini bo'shashishiga va qon tomirlarida spazmni kamayishiga sabab bo'ladi. Ikkinchisi esa NPVS dori vositalarini tez iste'mol qilish organizmda natriy ushlab qolishiga, bu esa organizmda suvni ushlab qolinishiga va shishlarga sabab bo'ladi. Uchinchisi, yurak-qon tomir kasalliklarida ba'zi preparatlar doimiy ichiladi, ya'ni qon bosimini tushiruvchi preparatlar, masalan, ingibitor APF, ya'ni APF ingibitorlar va diuretiklar iste'mol qilinganda NPVS dori vositalarini ichish ularning kuchini kesadi.